Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Rossiya bayrog'i tushirilgan tankerning musodara qilinishi ortidan Qo'shma Shtatlarga talablar bildirdi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi TASS agentligiga bergan ma'lumotiga ko'ra, Moskva AQSh harbiy xizmatchilarining Rossiya bayrog'i ostidagi Mariner kemasiga chiqishi haqidagi xabarlarni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Rossiya Qo'shma Shtatlardan kema bortidagi Rossiya fuqarolariga insonparvarlik va hurmat bilan munosabatda bo'lishni va ularning huquq va manfaatlarini hurmat qilishni talab qiladi, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Amerika tomoni ularning tezda vatanga qaytishiga to'sqinlik qilmasligi kerak, deb qo'shimcha qildi Tashqi ishlar vazirligi. Tramp bizga bug'li mashina kabi yumalab ketdi. Rossiya bayrog'ini ko'tarib turgan tankerning qo'lga olinishiga javoban javob qaytardi. 7-yanvar kuni AQSh harbiylari Atlantika dengizida Rossiya bayrog'i ostida suzib yurgan Marinera neft tankerini, sobiq Bella 1 Panama bayrog'i ostidagi kema hibsga olish bo'yicha operatsiya o'tkazdi. Hibsga olishning sababi AQSh sanksiyalari va Rossiyaning soya floti bilan aloqalarini buzish edi. AQSh sahil qo'riqlash xizmati 2 haftadan ko'proq vaqt davomida Marinerani ushlashga urinayotgan edi. Washington esa Moskvaning ta'qibni to'xtatish haqidagi iltimoslarini e'tiborsiz qoldirdi. Reuters manbalarining xabari berishicha, operatsiya hududida Rossiya harbiy kemalari, jumladan suv osti kemasi ham bo'lgan. Buyuk Britaniya Mudofaa vazirligi AQSh rasmiylarining iltimosiga binoan Buyuk Britaniya Mariner tankerini musodara qilishda yordam ko'rsatdi deb e'lon qildi. Vazirlik Buyuk Britaniya kemani kuzatish uchun razvedka samolyotlarini yuborganini va o'z aviabazalarini AQSh harbiylari ixtiyoriga berganini ta'kidladi. Bundan tashqari AQSh harbiylari 7-yanvar kuni Karib dengizida Sofia tankerini hibsga oldi. AQSh ichki xavfsizlik vaziri Kristi Noem hibsga olingan ikkala kema ham Venesuelada langar tashlaganini yoki respublikaga ketayotganini aytdi. AQSh ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, Mariner Venesuela neftini tashiyotgan edi. Rossiya transport vazirligi AQSh harbiylarining ochiq dengizda Mariner kemasiga chiqishi 1982-yilga BMTning dengiz huquqi to'g'risidagi konvensiyasini buzishini ma'lum qildi.